hozirgina mana shu $45 ga men mana shunaqa bilet oldim. Chicagodaman, Chicago Citydaman, hamma mana shu yerda tiket sotib olasizlar $45 ga 90 minutlik trip ekan. Kursalaring bo'ladi, Chikagoni mazza qilib, xuddi mana bularga o'xshab yurib ketamizda hozir. Mana bu ajoyib biznes ekan. Mana shunaqa bitta qayiqchani sotib olasizlar hamda siz Chikagoni kurtoy tarzda aylanasizlar, sayohat qilasizlar. Tushunyapsizlarmi? Mana bu Aqua Building, mana ko'ryapsizlar, mana shu Aqua Building. Mana kurtoy joylar, ajoyib joylar, downtown va mana bu ko'prik где-то bir 100 yillardan beri mana shu yerda ishlab turibdi. Bir ikkinchi qavat, ikkita qavatligi bor ekan. Mana bu shundoqqina yonginangizda Trump Tower bor ekan, Trump Tower. Mana bu bolalar mana hozirgi paytda yomg'ir yoqqani uchun mana bu yoqlar artib qo'yapti. Shtobi biza borku, bular biza maza qilib o'tirishimiz uchun, chunki biza pul to'ladik hozir. Hadi. Ana ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa motori bor, mana kurtoy va shu ajoyib qayiq ekan. Men konkret mana shunda sayohat qilishni havas qildim. Mana sayohatimizni hozir boshlaymiz. Mana bu aka ham ishlayapti mana bu yerda. Qani ichiga kiraylikchi, qanaqa ekan sharoitlar. Lekin bitta narsani aytishim kerak. Bu river. Sir, the water is not salty, yeah? It's a river, yeah? No ocean. Yeah, that's a river. I'm making video for YouTube channel in different language, you know. Have a good day. Ana aka yaxshi inson ekan, mana hozir. Mana bu suvda sho'r emas deyapti. Lekin okeanda suvi odatda sho'r bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Trump Towerlar juda ham ko'p. Hamma yoqda Trump Tower bosib yotibdi, juda ham ko'p. Mana odamlar mana bu yerdan chiqyapti. Mana Amerikan bayrog'i. Aka mana o'sha aka, mana shu ishlab yuribdi, mana shu yerda hamma kiryapti. $45 endi bilmam, kim uchundir kerakdir, $45 kim uchundir kerak emasdir. Mana bu yerda kema kapitani qayerdadir o'tiradi, hozir kema kapitani bilan ham uchrashamiz. Mana bu yerda restoranchasi bor ekan. Ajoyib restoranchasi. Restoranchaga kirasizlarda любой narsani sotib olasizlar. Mana ko'ryapsizlar? Mana. Ko'ryapsizlar? Shopping. Mana shunday navbatda turasizlarda va olaverasizlar. This is a wheat ale. This is a hazy IPA. Stella Madonna. And then this pilot project is local and it's also a pale ale. And then Is it, can I sample that? yeah. The local one? Making video. YouTube channel little bit, you know, just that's why. Like introducing people. Opaga yo'qdan suv. Oh sorry actually. Mana ajoyib joy. Ko'ryapsizlarmi? Amerikaliklarning hayot tarzi xuddi shunaqa. Mana shunaqa joylarda keladi, o'tirib oladi. Endi bitta men mavzuni ko'tarmoqchiman mana shu yerda. Ya'ni hozir Eliot umididan yo bolalar grant olyapti ekan, kelaversan Amerikaga kelaveringlar, qancha olsalaring olinglar, olmasalaring ham o'zlaring bilasizlar. Shuni olish bo'yicha so'rabdi bir ikkitasi. Olgilaring kelsa olaversin, to'g'rimi? Olaveringlar, kelinglar, mana shunaqa joylarda sayohat qilinglar. Amerikaliklar sociable bor, ya'ni kirishuvchan insonlar. Nima deydi, harakat qiladi, u yoq bu yoq qilib, so'rasangiz aytadi, so'ramasangiz jim o'tiraveradi, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun ingliz tilini o'rganayotganda qaranglar. Bosinglar gazini, opa, hamma yoqqa kurtoy sharoitlar. Qarang. Ajoyib joylar. Kelgan bo'larmidinglar yoki yo'qmi? Mana bola ham videoga olyapti. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi Titanic kemasi yurayotganda bilasizlarmi? Xuddi mana shunaqa katta okeanga chiqib ketadi. Mana opa mana bu yerda o'tirdi. Kurtoy joy topdi. Qarang, opa ham qarayapti hozir, nima yo'qmi? You like here, man? You like? Where's your umbrella? No, you don't like it. Umbrella? You're searching? Maybe in second floor. Ikkinchi etajda umbrellasi opani qolib ketibdi tepada, mana izlayapti. No, she left it. And she left it. Kamron bir nima deng YouTube'dagi odamlarga. U deng, Kamron demoqchi emas ekan. Bir hech qanday bir anaqasi yo'q sizlarga nisbatan mana Amerikaga kelinglar, qanaqa universitetga kirsam bo'ladi deganda, University of Chicagoga kirsalaring bo'ladi Amerikada, mana Chicagoga kezalaring. Agar Pensilvaniya bo'lsa, University of Pennsylvania bor. Yo'qsa Pensilvaniya davlat universiteti yoki boshqa. Tushunyapsizlarmi? Bemalol kelib, sharoitlarni ko'rib, sharoitlarga qarab sayohat qilaverasizlar. Bemalol bosaveringlar gazini, qani xabarlashamiz. Salomat bo'linglar.